kutib qolmadingizmi? Kutib qoldim, soat 6 bo'ldi. Bilaman, kutishga arziydigan qizman. Nega chaqirdingiz? Uylanishim kerak. Roziman. Nimaga rozisan? Kelin topishimiz kerak. Qanaqa xotin qidiryapsiz? Voy, kelin. Nu chiroyli, iboli, hayoli, xarakteri ham normalniy, senga o'xshaydigan emas. Yuring. Men qarang, u sizga qanaqa qiz kerak? Unisi opodis, bunisi sopodis. Birini qari deysiz. Bu именно qari. Sen menga boydan beri milfalarni ko'rsatib Men yotibsan. sizga shokolad ko'rsatmadim. Voy, men milka demadim, milfa dedim. Normalniy qiz topinglar. Mana orqaga qarang, mana shundan qidiramiz. Voy, botkadan qidiradigan lokatsiya emas. Ha? Nimaga? Chunki bu yerda bilim olinadi, ilm olinadi. Hamma shu yerdan qidiryapti. Короче, Senur, sen bilan ish bitmayapti. Men o'zim topa qolaman. Iltimos, faqat o'zingiz topmang. Nimaga? Ko'zingizni qarang, kiyib olgan kiyimingizdan ham bilsa bo'la. O'zingni kiyimingni qara, nefir. Senur, sen tushunmayapsan. Vaziyat juda ham og'ir. Agar men qiz topmasam, oyim o'zlari topgan qizga uylantirib qo'yadilar. Toping. Topishim kerak. Toping. Topishim kerak, qidiringlar. Toping. Senur, ish hal. Oyim o'zlari qiz topibdilar, ertaga uchrashuvga chiqaman. Qiz. Qiz. Uchrashuvga chiqasiz? Da. Men ham boraman. Nima? Sen nima qilasan o'tdi? O'zingiz sizdan ko'ra qizlarni ancha yaxshi bilaman, shuning uchun jam o'tiring. Balo bormi senga? Bormaysan. Rahmat. O'zim hal qilaman, sizdan ruxsat so'ramadim. Kuyov bola.